Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Va nihoyat mana keyingi obyektimiz ham bitta juda ham chiroyli, ideal holatda chiqdi. Videoni boshidan yaxshi niyatda kommentariyaga fikrlaringni qoldirib, bizga ham shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin deb yozib ketinglar. Xudo xolasa niyatga qarab hamma yo'q bo'laveradi. Xullas, niyatni yaxshi qilish kerak. Birinchi o'rinda yaxshi niyat qilib, yaxshi fikrlaringni yozib, bizga ham nasib qilsin yonda yozib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlarning uylaringga ham shunaqa chiroyli natijali patologlar qilish nasib qilsin. Mana hozir bu obyektimiz Farg'ona shahar Polvon shashlikdan sentrga ketaverish joyi, mana yo'lni bo'yi. Shu yerda bitta xonadonimizni, ajoyib fayzli xonadonni natijali patologini qilib berdik. Mana bu yerda dushovoyga ham, ichkariga ham qildik. Juda ham chiroyli, juda ham ideal holatda chiqdi. Mana ko'ringlar. Juda ham chiroyli holatda ishlarimiz yakuniga yetdi. Qadrli obunachilar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa ishlaringizni sifatli qilib beramiz. Shaxsan vodiy bo'ylab razmerlarni o'lchagan o'zim boraman. O'zim tavsiyalarni beraman. Imkon qadar uylaringga chiroyli narsa tanlab berishga harakatini qilamiz. Mana juda ham ideal holatda mana pechatlarimiz tiniq holatda chiqyapti. Qirg'oq tomonlariga baget yopishtirsalaring ham bo'laveradi, baget yopishtirmasalaring ham bo'laveradi. Endi baget yopishtiradigan bo'lsalaring, yana ham video beradi. Ko'rgan bo'lsalaring, oldingi videolarimda o'zim uyimga ham o'sha bagetlarni yopishtirib qilganman. O'sha baget ko'proq yana ham ramkani qirg'oqdagi misol mana diodlarni bunaqa sal shuvashgan joylari bo'ladi, ozmoz. Ana shu narsalarni yopadi. Yana ham ishlar ideal holatda chiqadi, mana ko'ringlar. Juda ham chiroyli holatda. Bu ham xullas o'sha yangi fasonlarimizdan, yangi fayldan tayyorlandi. Bundan oldingi videoda ko'rgan bo'lsalaring, o'sha Quvasoyda bitta hovliga mana shu guldan qo'yib berganmiz. Bundan ko'ra sal boshqacharoq. Bu ham mana yangi partiyada, bu yerda ham xullas yangi partiyada qilib berdi. Juda ham chiroyli, juda ham ideal holatda chiqdi. Hozir bu yerga lyustra qo'yib qo'ysa bo'ldi mana. Shu bilan mana chiroyli holatda bitadi, xudo xolasa. Keyin diodlari ham bor o'zimizda, diodlari ham xullas metriga joyiga qarab turib kelishtirib beramiz. Hozirgi kunda o'sha diodni tashlab berish xizmatlari bilan o'sha 20 ming so'mdan tashlab beryapmiz. Diodni ham o'zimiz olib borib qo'yib beramiz. Lustra, o'rtadagi lustralarni shunday xullas bepul qo'yib beraveramiz. Misol tayyor bo'lsa, o'sha kuni olib kelib qo'ygan bo'lsalaring qo'yib beraveramiz. Lekin keyin misol lustraga chaqirsalaring, ish paytida biz vaqtimiz bo'lmay qoladi ko'pincha. Shuning uchun o'sha paytida tayyor qilib qo'ysalaring, ilib qo'yiladi. Shu bilan ishlaring bitadi mana. Qadrli obunachilar, har doimgidek men o'zim o'sha usta Rustamjonman. Kommentariyada o'zlaringni qiziqtirgan qanaqa savollaring bo'lsa, ukam yerda bunaqa narsa bo'libdi, metida bunaqa narsa bo'libdi, ashana bunaqa narsa qilsa bo'ladimi yoki qilsa bo'lmaydimi degan qanaqa fikrlaring bo'lsa, o'zlaringning fikrlaringni bemalol bildirishlaring mumkin mana. Qadrli obunachilar, keyingi videolarimizda, keyingi obyektlarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaveraylik. Omon bo'linglar, qadrdonlar.